har xil davlatlarni eski asoratikalarni ham uchratdim. San'at sohasiga ham qiziqishim katta edi. Gapirib bersa biz hattoki ko'zimizdan yosh chiqardi, yosh bolaligimizda. Kolleksiyalarim o'zimizning milliy nimalarga, meroslarimizga taqaladi. 2017-yilgacha birorta odamga ko'rsatmaganman. O'zim uchun shu uyimda saqlaganman. Hattoki qo'shnilarim ham bilmaydi. Endi oilam biladi. Umumiy qilib olganda 3000 dan ziyod kolleksiyamizda shu asoratikalar joy olgan. Odamlar ko'proq shu pulni so'raydi ko'proq. Tiyinlab 10 tiyindan soqol olib boqqan biz 9 ta bolani. Menga o'zi mana shuni o'zi otasiga rahmat degan so'zni o'zi bir dunyo. Bo'lsam seni orzu cho'lariga olib ketarman. Bir kun bo'lsam seni yoshlik davrimdan o'sha maktab o'rta maktab bitirgandan keyin san'at sohasiga ham qiziqishim katta edi. O'sha paytda Astrovskiy nomidagi teatr va rassomchilik instituti bo'lardi. Shunga hujjatlarimni topshirganman, dokumentlarimni. Ozgina kamchilik bo'lib, qaytib kelgandan keyin qaytib bormadim keyin. Lekin bu orzu havas yoshidagi bo'lgan bir insonning niyati shu odam toki bu dunyodan o'tguncha ketaverar ekan. Qiziqishim o'lmadi, lekin hali ham shu san'at sohasida qiziqishim katta. San'at sohasiga omadim chopmagandan keyin albatta qiziqishlarim bo'lmadi. Men boshqacharoq bir san'at sohasini tanladim. Bu tarixga bo'lgan mehrim yanada oshib ketdi. Shuning uchun shu narsalarni qilishga muyassar bo'ldim. Cho'lariga olib ketarman. Bir kun bo'lsam seni orzuying cho'lariga olib ketarman. Albatta keyin san'at sohasidagi omadim chopmagandan keyin shu tarixga bo'lgan mehrim yanada xizmat yillari o'sha Ermitaj, Piterdagi Ermitaj muzeyi yaqinidagi harbiy qismlarda bo'ldi. Yanada meni tarixga bo'lgan muhabbatim o'sha yerdan shakllanib keldi. Asosiy sababchi endi o'sha onamizlarda o'sha eski paytda urush yillaridagi ota-bobomizlarda qirg'in borotga uchraganligi bizni gapirib bersa biz hattoki ko'zimizdan yosh chiqardi, yosh bolaligimizda. Shu 90-yilga kelgan bo'lsam, mana shu 90-yildan shu yog'iga o'zim uchun kolleksiya qilish niyat qildim va hozirgi kungacha shu kolleksiya yig'ib, asrab, asoratikalarni asrab, avaylab yig'ib terish bilan ovoraman. Chinor bo'lsam uzoq umrimning sirlarini senga aytaman. Senga aytaman. Senga aytaman. Senga endi shu buyumlarni yig'ish boshlagan bo'lsam, mana shuncha davr orasida har xil davlatlarni eski asoratikalarni ham uchratdim. Kerak bo'lsa sotib oldim. Oddiy masalan samovar mana ruslarniki. O'sha Tula zavodidan chiqqan, o'sha revolyutsiyadan burungi chiqqan Tula zavodi bo'lgan, samovar zavodi. O'sha yerdan chiqqan samovarlar ham endi hozir kolleksiyamda joy olgan. Qolaversa turklarda milliy o'sha nimalari bor, aslahalari, asoratikalar bor. Aksariyat nimalarim, kolleksiyalarim o'zimizning milliy nimalarga, meroslarimizga taqaladi. Bu yerda misdan qilingan, masalan, kumushdan qilingan har xil kandokorlik san'at asarlari meni kolleksiyamda mujassam bo'lgan. Ya'ni 90-yildan agar shu nimalarni boshlagan bo'lsam, o'sha 2017-yilgacha birorta odamga ko'rsatmaganman. O'zim uchun shu uyimda saqlaganman. Shu 17-yildan keyin davlatimiz rahbari juda katta bir nimalarni qarorlarni chiqardi, turizmni rivojlantirish to'g'risida qarorlar chiqardi. Mana shu milliy meroslarimizga bo'lgan bir nimalarni yaxshi qarorlar chiqdi. Shuning uchun shu 17-yildan keyin yana menda bir nima shakllandi, orzu, umid, muhabbat shakllandi. Shundan e'tibor yana yig'ishni, qiziqishni yanada rivojlantirdim. Shundan bu yerga yig'ib kelyapman. Atrofdagilar meni kutmagan, shuncha narsa yig'ib, shuncha narsani işte kolleksiya qilgan deb hattoki qo'shnilarim ham bilmaydi. Endi oilam biladi, o'g'illarim, farzandlarim, oilam biladi. Ular ham men qanaqa hukm chiqarsam shunga rozi. Ular juda ham mendan xursand bo'lishadiki,
Dadam shu ishlarni qildi. Butun inson bashariyatga xizmat qildi, butun millatga xizmat qildi. Dadam shuncha kolleksiya qilgan bo'lsa, shu deb xursand bo'lishadi faqat. Endi hozirgacha kolleksiyamda 3000 dan ortiq asor atiqalarim bor. Ularning ichida har xil davlat tangalari bor, o'zimizning tangalarimiz bor. Aytaylik, milliy asor atiqalarimiz bor, kitoblarim bor. Umumiy qilib olganda 3000 dan ziyod kolleksiyamizda shu asor atiqalar joy olgan. Endi bilasizmi, men uchun aytdingiz, gapirib o'tdingiz, hammasi ham bu arzonmi, qimmatmi, uni bahosi bormi, bahosi yo'qmi, men uchun hammasi qadrli. Chunki bu har bittasi bitta tarix o'zi. Qaysi insonlar yasagan, qaysi insonlar ushlagan, qaysi insonlar puliga sotib olgan. Yaxshi ulamolar ushlagan buni, valilar saqlagan uyda. Shu hammasi men uchun qadrli, lekin bular ichida asosan o'sha 300 yosh, 400 yosh bo'lgan buyumlarimiz bor. Ko'proq meni o'shalar hayratga soladi. Bu juda ham qiziq savol, chunki hammani beradigan birinchi savoli bir xil insonlar keladi-da, buni narxi qancha dedi. Hammasi ko'proq hozir ko'ryapsiz, mana shunaqa bir yashin tezligida zamon rivojlanib ketyapti. Odamlar ko'proq shu pulini so'raydi ko'proq. Menga endi taklif ham bo'ldi endi. Masalan, haqiqatdan yaxshi pullardan taklif qildi. Men endi o'zim uchun qilganim uchun buni sotishga nima qilmadim. Yo'l qo'ymadim. Endi ba'zi bir insonlar kelib katta pullar taklif qildi. Men endi milliard bo'lganda ham 2 milliard bo'lar, 1 milliard bo'larmi yoki qancha bo'lsa ham 1 so'm bo'ladimi? Men bu narsalarni o'zim uchun, qolaversa oilam, odamlar uchun, shu o'zimizni yurtimiz uchun, kelajak avlod uchun qilganman bu narsani. Shuning uchun men sotishga hali bu narsani qaror qilganim yo'q. Faqat shu o'zimdan sizga qoldirish maqsadida qildim shu narsalarni. Endi shu paytgacha men ko'proq shu narsa olish bilan ovora bo'ldim. Topgan mablag'imga, bilasiz, baribir hech qaysi narsa hech kim bekorga bermaydi bu narsalarni. Men topgan pulimni farzandlarimdan o'tkazdirib, o'sha ro'zg'orimdan o'tkazdirib, faqat shu narsa uchun sarfladim. Endigilikka kelganda endi mana imkoniyatim bo'lsa, harakat qilyapman shunga. Imkoniyat darajasida kattaroq joydan, markaz rojaydanmi yoki shu mahalladanmi biror kattaroq joy olib turib, muzey shakllantirib, turizmni rivojlantiraman shuni. Shu turizm sohasini o'zimda ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shmoqchiman shunga. Shu yoshga kirgan bo'lsam, birortasiga kirib yordam bering, yordam so'rab borgan joyim yo'q. Bundan keyin ham harakat qilaman. Endi rahbarlarning ham o'ziga yarasha juda ham mas'uliyati katta, rahbarlik ham oson emas. Aytaylik, hokim bo'lsa, viloyat hokimi bo'ladimi, tuman hokimi bo'ladimi? Juda ham mas'uliyati katta, bularning ishi ham juda ham o'zlariga yetarli. Shu kelishib uyimni kichkinagina muzeyimni ko'rishib ketsa, shu otangizga rahmat deb qo'ysa, menga shu katta davlat bu. Bundan ortiqroq menga davlat bu. Masalan, mashinchalik qilib odamlar agar ishqibozlar bo'lsa, endi eshigimiz ochiq, bu hali pullik ham emas, masalan, kelib ko'rsa, bir piyola choyimizni ichib, chetda mehmon bo'lib ketsa, bizni boshimiz osmonga yetadi. Shu bizning maqsadimiz ham shu. Shu odamlar ko'rsin, odamlar uchun qachongacha men buni podvalimda saqlab, hech kim ko'rmasa, umr o'tkinchi daryo ekan. Mana kecha yosh bola edik, bugun bobo bo'ldik kerak bo'lsa. Shuning uchun hayotni borligida shu narsalarni insonlarga targ'ibot qilish kerak ekan. Ko'rsatish kerak ekan. Hech bo'lmaganda o'sha hali aytib o'tganimdek, otasiga rahmat degan gap menga odam bo'lgan, sartarosh bo'lgan, uy bo'lmagan vaqtida tiyinlab 10 tiyindan soqolab boqqan biz 9 ta bolani. Shuning uchun dadam to'g'risi uzr olmal ekan. Dadam diyor, onamni gapirganda men ko'zim yosh ketadi. Menga o'zi mana shuni o'zi otasiga rahmat degan so'zni o'zi bir dunyo. Juda men bu pul bilan o'lchab bo'ladigan narsa bu. Menga shuni o'zi yetadi. Kolleksiyalarimda orasida hozir asosan dastlab men o'sha tanga, moneta deyshadi, moneta bilan kolleksiya qilganman. Lekin qog'oz pullar ham yiqqanman o'sha paytda. Mana aytaylik, mana shu Nikolay 2-ni qog'oz pullari. Nikolayda o'sha Nikolay 2-ni kumush pullari ham bo'lgan, sorka o'sha 1 rublik, 50 kopeyalik. Endi
Menda hozir kolleksiyamda o'zim uchun eng qadrli bo'lgan shu monetalarni hozir ko'rsataman. Shu Kushon xonligi milodiy 1-asr bo'lsa, aytaylik, mana shu hozir ko'rsatyapman sizlarga. Juda ham shu 2100 yoshdagi tanga shu. Meni buni saqlanish holati juda ham chiroyli saqlangan. Hech qayerda bir chirigan yoki bir zanglagan joyi yo'q. O'sha paytdagiday turibdi. Men buni asrab, saqlab kolleksiyamga solib qo'yaman. Saqlab yuraman. Har bitta narsani olganda juda bir tillo topgandek xursand bo'laman-da. Masalan, buyumga mehrim tushgan bo'lsa, shuni olguncha ko'nglim joyiga tushmaydi. Bu masalan aytaylik, bozori bordir, hamma narsaning o'zining narxi bor. Bu o'sha 100 so'm bo'lsa, men masalan egasiga borsam 100 so'm narsani 500 so'm qiladi, 1000 so'm qiladi. Shu 1000 so'm bo'lsa ham olgan kunlarim bo'ldi. Buni olgandan keyin juda o'zimda xursand, baxtiyor his qilaman o'zimni. Lekin shu 27 yil, shu 17-yilgacha shuncha narsani to'plab birovga ko'rsatmaganimga hayron qolaman. Chunki qandaydir qo'rqish ham bo'lganda, lekin 17-yildan keyin mana bu yangi qarorlar chiqqani uchun prezidentimiz juda chiroyli qarorlarni qabul qildi. Mana shunaqa kolleksiyalarni qo'llab-quvvatlash haqida, muzeylarda turizmni rivojlantirish haqidagi qarorlari meni yanada ruhlantirib, tarixga bo'lgan mehrimni yanada oshirdi. Shundan keyin ham ko'proq kolleksiya qilishga qiziqishim ortib ketdi. Shuning uchun ko'paytirdim narsalarimni. Buncha ishlarda qilishimga asosiy nimasi, turtkisi, meni o'sha tepaga ko'tarib turgan narsa, hayotga bo'lgan mehrimni yanada oshirishga sababchi bo'lgan buyumlar nafaqat o'zim uchun, mana shu kelajak avlod uchun, mana shu o'zbek millatining farzandligim uchun, kelajak avlod uchun yoshlarga tarixni asl holicha yetkazish maqsadim bo'ldi. Shuning uchun shu ishlarni qilgan bo'lsam, faqat shu insonlar uchun, o'zimizning millatimiz uchun, yoshlar uchun, kelajak avlod uchun mana shu asoratlarni bus-butunligicha yetkazish maqsad qilganman va shunga harakat qilyapman. Bo'lsam seni orzuying cho'qqilarga olib ketaman. Chinor bo'lsam uzoq umrning sirlarini senga aytaman. Senga aytaman. Senga aytaman. Senga aytaman. Senga